Korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy, iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi. Inson huquq va erkinliklarning poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etib, jahon siyosatining muhim masalalari qatoridan joy olgan. Yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari qilib, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Asaka Bank tomonidan korrupsiyaga qarshi tizimli nazorat o'rnatish bo'yicha 2021-yilda Compliance nazorati departamenti tashkil etildi. Uning asosiy vazifasi korrupsiyaning oldini olish, ichki nazoratni kuchaytirish va jarayonlarni shaffoflashtirishdan iborat. Mazkur departament ishini samarali tashkil etilganligi tufayli 2022-yil 22-fevralda davlat ulushi mavjud tijorat banklari orasida ilk bor ISO 2016 bank faoliyatini boshqarish yo'nalishi bo'yicha xalqaro sertifikat olishga muyassar bo'ldik. Sertifikat asosida ishlarni izchil davom ettirib, 2025-yilda muvofiqlik auditlaridan ham muvaffaqiyatli o'tdik. Risk darajasi yuqori bo'lgan yo'nalishlarda byurokratik to'siqlar bartaraf etilmoqda. Qarorlarni yakka qabul qilish cheklanmoqda. Jarayonlar avtomatlashtirilmoqda. Shu bilan birga manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha ham keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Bank faoliyatidagi 24 ta yo'nalish korrupsion risk darajasiga ko'ra baholanadi. Ular past va o'rta toifaga tavsiflangan va ma'lumotlar e-antikor.uz elektron platformasiga joylashtirildi. Jumladan, tovar va xizmatlarni xarid qilish jarayonlari doimiy ravishda monitoring qilinib, 1547 ta shartnomalar bo'yicha kontragentlar tekshirildi va birorta salbiy holatlar aniqlanmadi. Ta'lim va profilaktika yo'nalishida ham ishlar amalga oshirilmoqda. Bosh ofis va xuddi filiallarda 56 ta o'quv seminarlari o'tkazilib, unda qatnashgan 1960 nafar bank xodimlariga korrupsiyaning oqibatlari, javobgarlik va murosasizlik tamoyillari va bank tizimida uchrayotgan korrupsion misollar bilan batafsil tushuntirishlar berib o'tildi. Ishga qabul qilish jarayonlari to'liq ochiq tanlov asosida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga sinov jarayonlarini jamoatchilik uchun ochiq qilish maqsadida onlayn efirda kuzatish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari bank tizimida xodimlarning korrupsiyaga nisbatan murosasizlik madaniyatini shakllantirish maqsadida maxsus qo'llanma ham ishlab chiqildi. Bankimizda kelgusida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishlarni davom ettiramiz. Bank xizmatlarini raqamlashtirish tezlashtiriladi. Tizimli va maishiy korrupsiya holatlarini aniqlash va bartaraf etish choralari qabul qilinadi. Mahalla bankirlari uchun ijtimoiy roliklar va qo'llanmalar tayyorlanadi. Veb-sayt va mobil ilovalardagi fikr bildiring bo'limi orqali murojaatlarni qabul qilish va tahlil qilish tizimli kuchaytiriladi. Muntazam ravishda aholi o'rtasida bank xizmatlari ko'rsatish sifati yuzasidan so'rovnomalar o'tkaziladi. Xaridlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar ulushi kamaytiriladi. Kredit ajratish jarayoni to'liq avtomatlashtiriladi. Antifrod tizimi kuchaytirilib, kiberkorrupsiyaga qarshi himoya yanada mustahkamlanadi. Har chorakda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, tezkor chora-tadbirlar belgilanadi. Asaka Bank halollik, adolat va shaffoflik tamoyillariga tayangan holda korrupsiyaga qarshi davlat siyosati va prezidentimizning olib borayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlab, xalq ishonchiga munosib bo'lish uchun izchil ravishda ishlashni davom ettiradi. Asaka Bank tomonidan bank xizmatlarini raqamlashtirish, tizimli va maishiy korrupsiya holatlarini aniqlash va bartaraf etish, filiallarda xizmat sifati sirli mijoz usuli orqali baholab borish ishlari jadallik bilan amalga oshirilyapti.